100-chi bob iza kariha an ya'kula ma'a 'abdihi. Quli bilan o'tirib taom yeyishni yoqtirmaydigan bo'lsa nima bo'ladi degan gap. Bu yerda 198-hadis kelyaptiki, Ibn Zubayrdan aytilgan ekan. U kishi eshitgan ekanlar Jabir radhiyallohu anhudan. Annahu sami'a yas'alu Jabiran an khadimir rajuli idza kafahu al-mashaqqata wal harra amara an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam an yad'uhu qala na'am fa in kariha ahadukum an yat'ama ma'ahu falyut'imhu ukulatan fi yadihi. Bir odam Jabir radhiyallohu anhudan bir odamni xodimi bor, xizmatchisi bor. Xo'p, endi unga mashaqqat, issiq nimalarda yordam berib kifoyasini qilib yuradi. Issiq bo'lsa soya qilib soyabonni tutadi, og'ir bo'lsa yengil qilib xizmatini qilib yuradigan xodimi bor. Payg'ambarimiz haligi nimani, xodimni xo'jasi ovqat yeysa chaqirishga amr qilganmilar deb so'rabdi. Ishini qilib yurgan xodimi bor-u, xo'jayin o'tirib ovqat yemoqchi. Shuni chaqirish kerakmi? Payg'ambarimiz shunga amr qilganmilar degan ekan, ha dedilar. Chaqirish kerak, birga o'tirib yeyish kerak. Endi yegisi kelmasa-chi, o'zi yolg'iz yemoqchi. U o'zi bilan birov o'tirishini xohlamayapti. Nima qiladi? Desa, hech bo'lmasa deb chaqirib o'zini qo'li bilan bir osham narsani yeg'izib qo'ysinlar deganga. Ke, mana uni yeb ol deb o'zi bilan qo'li bilan bir ukla, ya'ni bir tishlam narsa bo'lsa ham berib qo'ysin degan ekanlar. Hatto ramziy jihatdan ham o'sha xodimni o'zidan past qo'yganligi mumkin emas ekanda. O'zi aslida o'tirib yeyish kerak birga xodim bilan. Mabodo shu qandaydir bir ko'ngli tortmayaptimi yo o'zi yolg'iz qolgisi keldimi, boshqa bo'ldimi, yana boshqa bir uzr bormi? Shunaqa bo'lgan chog'ida ham o'sha xodimni chaqirib, "Ke, mana uni yeb ol" deb hech bo'lmaganda bir tishlam narsani tutish kerak ekan. Bu to'g'risida juda ko'p nimalar bor. Men shu hadis va hayot nimasida yozganda keldi. Hazrat Umarning qissalaridan birida keladi. Hazrat Umar hajga borganlar Makka mukarramaga xalifalik vaqtlarida. O'sha Makkaning ayonlaridan kattalaridan bir kishi ziyofat berganlar Hazrat Umarning sharaflariga. Ko'pchilik kelib o'tirgan. Keyin ovqat pishganda hozirga o'xshab arablarda katta nimalarga solib tirik butun boshli qo'ylar boshqalarni qilishadi-yu. Bitta katta mis nimalarni atrofidan to'rttadan odamlar ko'tarib olib kelib dasturxonga qo'yishganda o'zlari borib nariga borib o'tirishgan. Hazrat Umar indamay qarab qolganlar ovqat yemasdan. Nima bu? Bu qanaqa odat? Nima desa, nimaga ular u yerga borib o'tirib oldi? Ya biz odatimiz shu, o'zimiz boshqa o'tiramiz, xodimlarimiz boshqa o'tiradimiz degan hali ziyofatning egasi. Shundan ekan o'nlardan turib, bu qanaqa holat? Kim aytdi sizlarga buni? Qayerda bunaqa narsani o'rgandilaring deb haligi qullarni, xizmatchilarni olib kelib dasturxonga o'tkazib, "Ollaring, yelaring" deb aylanib, ular yeb bo'lguncha o'zlari yemay yurganlar Hazrat Umar. Ana shuni demak, ya'ni insonlik huquqi, ehtirom ma'nosida keltirilgan. Men o'sha inson huquqlarida ham yozganman, hadis hayotda ham bor. Shu kitoblardan chiqqanda endi o'zimiz adabiyotdan, islom adabiyotidan. Mana shu darajada ham demak mana shu bo'lar ekan. Hozirgi kunda bunda qarasak, shu mutakabbirlar, odobsizlar o'zini xizmatchisi yoki bir nimalarini o'ziga qo'shmaydi, hech yaqin o'tkazmaydi. Boshqa ovqat berishi u yoqda-yu, yaqiniga ham yo'latmaydi. Mana shunaqa holatlardan islomda yiroq bo'lingan ekan.